Atigi 4% abituriyentlarni qabul qiladigan xalqaro New York universitetiga o'zbekistonlik o'quvchi 100% grant bilan o'qishga kirdi. Mahmud G'afforov, Thompson International School 11-sinf o'quvchisi, dunyoning top 30 universitetlaridan biri bo'lgan New York University Abu Dhabi kampusiga qabul qilindi va 100% grant $386 ming miqdorida mablag'ni qo'lga kiritdi. New Abu Dhabi kampusiga har yili minglab abituriyentlar hujjat topshiradi, lekin qabul darajasi atiga 4% ga teng. Bu yil O'zbekistondan birinchi bosqichda faqat Mahmud ushbu imkoniyatni qo'lga kiritdi. Universitetda saralash jarayoni murakkab bo'lib, odatiy imtihonlardan tashqari o'quvchining faolligi, shaxsiy fazilatlari va tashabbuskorligi ham inobatga olinadi. Bu yutuq shunchaki omad emas, balki Mahmudning yillar davomidagi mehnat, aniq maqsad va qat'iyati natijasidir. Tayyorlanish jarayonida u SAT imtihonini qayta topshirdi. Akademik va ijtimoiy portfoliosini kuchaytirdi. Ilmiy, tadqiqot va ijtimoiy loyihalarda faol qatnashdi. Bu yo'lda Thompson International School katta yordam berdi. Maktabning o'qituvchilari va akademik jamoasi Mahmudni boshidan oxirigacha qo'llab-quvvatladi. Mahmudning natijasi faqat bitta o'quvchining yutug'i emas. Bu to'g'ri qurilgan ta'lim tizimi, kuchli akademik muhit va yaxshi yo'naltirilgan tayyorgarlik orqali o'zbekistonlik o'quvchilar ham dunyoning eng kuchli abituriyentlari bilan raqobatlashishi mumkinligini ko'rsatadi.